Men shu mikrofonni falon pulga olganimga 1 yil bo'ldi. Lekin 1 yil ichida atigi bitta video qildim. DJI mikrofoni. Shuning uchun bugun qanaqa bo'lsa ham sizlarga video qilishga harakat qilaman. Demak, bugungi video Yaponiyada dam olish kunim qanday o'tish haqida bo'ladi. Dam olish kunlarim asosan bekorga o'tmaydi. Uy ishlarini qilaman, idishlarni yuvaman, kirlarni yuvaman, uylarni tozalayman, keyin kirlarni dazmol qilaman. Dazmol qilish eng yomon ko'rgan ishlarimdan bittasi. Bugungi kunim sekin mana ovqatlarni tayyorlab, nonlarni tosterga qo'yib yedim. Tosterli non вообще zo'r. Maslahat beraman toster olishni. Bugungi obedda ovqatimiz osh. Bu ham 1 haftalik osh. Lekin morozilkada saqlaganim uchun oshni sifati buzilmagan. Isitib yeyman. Asosan 1 haftalik bozor qilib kelaman. Ulardan keyin bozordan keyin 1 haftalik yana ovqat tayyorlayman. Bu ishga obedga olib ketishimga yordam beradi. Obedni ko'chadan sotib olmayman-da, o'sha tayyorlagan ovqatlarimni yeyman. Bu ancha ekonom qilishimga yordam beradi. Keyin ovqatlarni tayyorlab, sekin ko'chaga chiqib, velida aylanib, kitob o'qishga harakat qilaman, fikrlarimni bir joyga jamlashga harakat qilaman. Va buning uchun asosan Yaponiyani bog'larga boraman. Bog'lari juda ham chiroyli va tinch. Yaponiyada eng yoqtirganlarim shu Koen deydi yapon tilida. U Koenga borib sayr qilish menga rosa yoqadi. Bugun Osaka-jo Koenga bordim. Erta sayr qildim, keyin kechki payt yomg'ir yog'ib qoldi va yana velida uyga qaytdim. Uyga qaytgach, tezroq tayyor bo'lish uchun koreyskiy shin ramen deydi, o'sha ramen tayyorlab, yana tosterli non bilan, choy bilan yeb oldim. Bu tez tayyor bo'lgani uchun yaxshi, lekin har kun yesa zarar bo'ladi. Bir kunlik kunim shunaqa o'tadi. Sizda dam olish kuni qanday o'tadi? Kommentlarda yozib qoldiringlar. Hammani kommentini kutaman.